Bizga yana bitta игровой telefon olib kelishgan. Redmi K50 degan model. Telefonimiz shunaqa ko'rinishda. Buni muammosi batareyka. Keyin zaryadga olishida ham muammosi bor ekan. Xudo xolasa shuni chotki qilib, remont qilib, yangi batareykalar qo'yib beramiz, xudo xolasa. Redmi K50 telefonimiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Telefonimiz yondi. Zaryad olishni boshladi, xudo xolasa 43%. Zaryad bor, mana bistro olyapti, ikkita chaqmoq chiqib turibdi. Bunga batareyka hamda zaryadga shleflarni boshqatdan ulab chotki qilib ishlatib berdik. Videomiz so'ngida ko'rishingiz mumkin. Telefonimiz shu joylari sinib ketgan. Shularni biz qaytadan remont qilib, chotki qilib ishlatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilib kela olasizlar.